Ama mazza qilib qoldim. Birinchi kuchli og'riq bo'ldi, keyin ishlamay qoldi. Oldin menga tegsa, quchoqlab mana bitta shunga isboti. Agar uyingizda ariston portlasa, gaz ballondan ham battar portlaydi. Bekorga jon kuydirib gapirmayapti bu videoda. Tushunishingiz uchun, agar gaz portlasa, yong'in bo'ladi. Agar ariston portlasa, bu tomingizni ham o'chiraveradi, uyingiz parcha-parcha bo'lib ketadi. Aristoningiz 3 yil 4 yildan o'tdi, hali ham bemalol ishlayapti-ku deyapsizmi, tozalatmayapsizmi? Katta xavf kutib turibdi. Cho'milayotgan paytingiz suv ko'rib o'lib ketishni xohlamasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Birinchisi, aristonni har 6 oy yoki 1 yilda tozalab turing. Nakib to'lib, tok tendan suvga o'tib ketishi mumkin. Qancha raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Toshkent bo'ylab kimga ariston tozalash, ariston o'rnatish, aristonlarni remont qilib berish, diagnostika xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol Toshkent bo'ylab murojaat qilaverasizlar. Qo'ng'iroq qilgan kuningizda borib xizmat berib, chiroyli qilib yangi olganingizda qanday holatda bo'lsa yoki o'sha suv isitgich qanday holatda o'zi ishlash kerak bo'lsa, o'sha holatga keltirib berishga harakat qilamiz. Salomat bo'lasizlar. Videoni imkon qadar podpisa qilib, podpisa tugmasini bosib qo'yib, yaqinlaringizga ulashib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom eting.